Siz eng katta xiyonatni qayerdan kutasiz? Dushmandanmi? Begonadanmi? Yo'q. Eng og'ir zarba siz borligingizni ishongan, joningizni berishga tayyor bo'lgan insoningizdan keladi. Ammo men sizga undan ham dahshatliroq bir haqiqatni aytaman. Eng shirin, eng aqldan ozdiruvchi najot ham kutilmagan, qat'iyan man etilgan joydan kelarkan. Bu oddiy xiyonat qissasi emas. Bu o'z qabriga tiriklayin ko'milgan ayolning gunoh orqali qanday qilib hayotga qaytgani haqidagi e'tirofdir. Mening ismim Shahina. 28 yoshdaman. Hozir siz eshitadigan voqealar qalbimning eng qorong'u, eng qulflangan xonasida yashiringan sir. Men buni hech kimga aytmaganman. Ayta olmasdim ham. 1 yil oldin mening osmonim qulab tushdi. 6 yillik turmushim men xudoyimdek ko'rgan erim Farruxning navbatdagi qing'irliklari tufayli barbod bo'ldi. U meni shunchaki tashlab ketmadi. U meni sindirdi. Boshqa ayolning issiq bag'rini tanlab, mening yoshligimni, ayollik g'ururimni oyoq osti qildi. Men ota-onamning hovlisiga qaytib keldim. Qo'limda faqat singan qalbim va bir dunyo alamim bor edi xolos. O'sha kunlarni eslasam, hozir ham nafasim bo'g'iladi. Kunlarim ma'nosiz, bir xil rangda o'tardi. Tunlari esa ko'z yoshlarim yostig'imni ho'l qilardi. Ko'zguga qarashdan qo'rqardim. U yerdan menga qarib qolgan, nuri so'ngan, jonsiz bir sharpadek qarayotgan ayolni ko'rish dahshat edi. Men o'zimni keraksiz axlatdek his qilardim. Ayolligim ichimdagi olov o'chgan, qop-qora kulga aylangandi. Shu zulumot ichida men hech kutmagan tarafdan bir uchqun paydo bo'ldi. Bu qutqaruv halqasi eng noto'g'ri insondan, erimning akasi, qaynog'am Sanjar akadan keldi. Ular bir qorindan talashib tushgan aka-uka bo'lishadi, yer bilan osmondek farq qilardi. Farruh o'yinqaroq, yengiltak, faqat o'zini o'ylaydigan xudbin edi. Sanjar aka esa u butunlay boshqa olam. Vazmin, jiddiy, har bir so'zini o'lchab gapiradigan, ko'zlarida hamisha og'ir bir o'y yashiringan erkak. U uylangan. Bolalari bor. Tinchgina oilasi bor. Lekin ukasining bu iflos qilig'i uni ham qattiq yaralagan ekan. U tez-tez biznikiga kelib turadigan bo'ldi. Dastlab ota-onamdan xabar olardi. Keyin asta-sekin men bilan ham suhbatlashishga bahona topardi. Hovlining bir chekkasida, yong'oq daraxti ostidagi o'rindiqda o'tirardik. U menga uzoq tikilardi. Shahina, o'zingizni bu qadar xarob qilmang. Hayot davom etadi. Siz hali yoshsiz, nihoyatda go'zalsiz, derdi u past, xirillagan ovozda. Uning ovozi terimning ostigacha kirib borardi. Dastlab men buni shunchaki rahmdillik deb o'yladim. Lekin ayol qalbini aldamoq qiyin. Uning qop-qora, chuqur ko'zlarida rahm-shafqatdan ko'ra kattaroq, kuchliroq bir narsa chaqnardi. Unda erkakning ayolga bo'lgan o'tli qiziqishi, yashirin hayrati bor edi. Men bu nigohlardan dahshatga tushardim. Axir u qonun bo'yicha menga aka. Uning xotini bor. Ammo ayni paytda Xudoyim, men o'sha nigohlarni telbalarcha sog'inardim. Chunki Farruh meni yillar davomida faqat kamsitgan, xunuksan deb ezgan edi. Sanjar akaning birgina alangali qarashi esa mening so'nib borayotgan vujudimni, ayolligimni qayta uyg'otayotgandi. Bizning tasodifiy uchrashuvlarimiz xavfli bir o'yinga aylana boshladi. U ba'zan xo'jalik ishlari bilan yordam berishga kelardi. Bir kuni u og'ir sumkani ko'tarayotganda qo'llarimiz tasodifan tegib ketdi. Uning barmoqlari issiq, juda qaynoq edi. Tanamdan xuddi elektr toki urgandek kuchli titroq o'tdi. U qo'lini tortib olmadi. Men ham tortmadim. Biz bir soniya ko'z urishtirdik. O'sha bir soniyada minglab man etilgan so'zlar aytildi. Men ich-ichimdan yonardim. Bu qo'rqinchli edi, lekin shu qadar shirin ediki, men irodamni yo'qotib borayotgandim. Bir kuni kechqurun u kutilmaganda kelib qoldi. Kayfiyati umuman yo'q, yuzlari tund edi. U xotini bilan qattiq tortishib qolganini aytdi. U meni umuman eshitmaydi, Shahina, dedi u og'ir xo'rsinib daraxtga suyanarkan. Biz bir tom ostida yashaydigan ikki begonaga aylanib bo'lganmiz. Mening ham yuragim borligini u unutgan. Biz o'sha oqshom uzoq dardlashdik.
Ikki ezilgan, ikki kimsasiz ruh bir-biridan panoh izlardi. Men uning ko'zlaridagi qattiq azobni his qilardim. U ketayotib kutilmaganda yelkamdan sekin tutdi. Uning katta, qattiq kaftlari nozik yelkamda shunday ishonchli turardiki, yig'lab yuborgim keldi. Siz yolg'iz emassiz, Shahina. Men doim yoningizdaman. Doim, dedi u pichirlab. Uning kaftining issiqligi ust-boshimdan o'tib, to'g'ri muzlagan yuragimga qadaldi. Yillar davomida unut bo'lgan ehtiros, istak, ayollik hissi qonimda yugura boshladi. O'sha tundan keyin bizning yashirin munosabatimiz yangi bosqichga ko'tarildi. Ortga yo'l yo'q edi. Nigohlar ma'nodorlashdi. Uzun, yashirin telefon suhbatlari boshlandi. Biz ko'rinmas ip bilan bir-birimizga tortilardik. Men o'zimni ham dunyodagi eng baxtli ayoldek, ham eng jirkanch xoindek his qilardim. Men o'z erimning akasini orzu qilardim. Bu qanday gunoh? Lekin aqlim isyon qilsa-da, vujudim unga talpinardi. Farruxdan ko'rmagan noziklikni, hurmatni va telba ehtirosni men aynan shu insondan kutardim. Tanam yillar davomida qaqrab yotgan cho'l edi, u esa shu cho'lga yog'ishi kerak bo'lgan jala edi. Hammasi o'sha mash'um va unutilmas tunda sodir bo'ldi. Ota-onam uzoq qarindoshimizning to'yiga boshqa viloyatga ketishdi. Uyda butunlay yolg'iz qoldim. Kech tushdi. Osmonda to'lin oy yaraqlab turardi. Yuragimni g'alati bir xavotir, shirin titroq qamrab olgandi. Kutardim. Nimani yoki kimni kutayotganimni o'zim ham bilardim. Soat 11larga yaqin eshik sekin, juda ehtiyotkorlik bilan taqilladi. Qaltiragan qo'llarim bilan eshikni ochdim. Ostonada Sanjar aka turardi. Uning ko'zlarida shunday kuchli olov, shunday qattiq istak yonib turardiki, nafasim tiqilib qoldi. "Kirolmayman", dedi u bo'g'iq ovozda, ko'zlarimdan zarracha nigohini uzmay. "Lekin bugun seni ko'rmasam, aqldan ozishimni bilardim." "Kiring", dedim men pichirlab. Ovozning menga tegishli ekaniga o'zim ham ishonmadim. Bu aqlimning emas, chanqoq vujudimning qarori edi. U ichkariga kirdi. Eshikni ortidan sekin yopdi. Biz qorong'u yo'lakda yuzma-yuz turardik. Oradagi sukunat shunday quyuq, shunday tarang ediki, uni pichoq bilan kesish mumkin edi. Uning qattiq nafas olishi eshitilib turardi. Bu noto'g'ri. Bu juda xato, dedim men orqaga bir qadam tislanib. Butun a'zoyi badanim qaltirardi. "Bilaman", dedi u menga bir qadam yaqinlashib. Uning qaynoq nafasi yuzimni kuydirdi. Boshim aylanib ketdi. Yillar davomida qafasda saqlangan ayolligim uning ifori, uning issiqligi oldida taslim bo'layotgandi. "Lekin sen shunga loyiqsan, Shahina", dedi u barmoqlari bilan yuzimni silab. Uning teginishi terimda gulxan yoqdi. "Sen haqiqiy mehrga, haqiqiy ehtirosga loyiqsan. Ukam seni xarob qildi, men esa." U so'zini oxiriga yetkazmadi. Uzoq yillik intizorlik o'z so'zini aytdi. U lablarini labimga tekkizdi. Bu oddiy o'pich emasdi. Bu yillar davomida bosilgan ehtirosning, unut bo'lgan ayollikning, alam va ishtiyoqning dahshatli portlashi edi. Mening butun vujudim o'sha olovda erib ketdi. Barcha qarshiligim, jamiyat qoidalari, uyat va qo'rquv bir lahzada kulga aylandi. Men bir og'iz so'z deyishga ulgurmadim. U meni shunday ehtiros, shunday chanqoqlik bilan o'pardiki, go'yo yillar davomida suvsiz qolgan odam buloqqa yopishgandek. Uning katta, kuchli qo'llari yelkamdan pastga sirg'aldi. Belimdan mahkam tutib, meni o'zining baquvvat tanasiga yopishtirdi. Men oyna parchasidangina qolgan ayol emasdim endi. Men to'liq, tirik, qoni qaynayotgan urg'ochi edim. Uning har bir harakati, lablarining har bir bosishi yuragimga olov yoqardi. Men uning bo'yniga osildim. Barmoqlarimni uning qalin sochlariga botirdim. U meni asta ko'tarib yotoqxonamga boshlab kirdi. Bu xona mening uzoq, yolg'iz, yig'i bilan o'tadigan tunlarim guvohi edi. Ammo bugun u yolg'izlik qafasi emas, ehtiros mehrobiga aylangandi. Oramizda faqat qattiq urayotgan yuraklarimiz va tezlashgan nafas tovushlari eshitilardi. Oy nuri derazadan tushib, xonani nimqorong'u qilib turardi. U meni asta karavot chetiga o'tkazdi. O'zi esa qarshimda tiz cho'kdi.
Mening poyimda. Erim mendan jirkanib ketganida uning akasi mening poyimda tiz cho'kib turardi. U titrayotgan barmoqlari bilan tungi ko'ylagimning tugmalarini asta yecha boshladi. Uning har bir teginishi noma'lumlikka, gunohning eng chuqur tubiga qo'yilgan qadam edi. Ammo men qo'rqmasdim. Uning ko'zlarida shunday cheksiz hurmat va qattiq ishtiyoq bor ediki, men o'zimni butunlay uning ixtiyoriga topshirdim. U kiyimlarimni yechib oldi. Men yalang'och qoldim. O'z tanasidan uyalib yashagan, eridan sovuq gaplar eshitib ezilgan ayol emas. Yosh, to'lishgan, mehrga tashna chinakam ayol tanasi. Men uyatdan emas, uning hayratga to'la nigohidan lazzatlanib qizarardim. U ko'zlari bilan meni ichib yuborgudek termulardi. U ham tezda o'z liboslaridan xalos bo'ldi. Uning quyoshda qoraygan, baquvvat tanasi, keng yelkalari oy nurida haykaldek jozibali ko'rinardi. U meni sekin orqaga, yostiqlar ustiga yotqizdi. O'zi tepamga keldi. U shoshmasdi. Uning harakati o'ta ehtiyotkor, lekin juda chuqur edi. U lablari bilan bo'ynimni, yelkalarimni asabiy o'pardi. Men shirin nolalar bilan uning ismini pichirlardim. Vujudlarimiz bir-biriga chatishib ketdi. Uzoq, juda uzoq vaqt biz bir-birimizni kashf etdik. Uning har bir erkalashi, har bir o'pishi tanamning mutlaqo o'lib ketgan, men o'zim ham bilmagan nuqtalarini qayta jonlantirardi. Uning kuchi, uning katta erkaklik tajribasi meni aqldan ozdirardi. Men bulutlar ustida uchardim. O'sha tunda og'riq va mislsiz lazzat qorishib ketdi. Bu shunchaki jismoniy qoniqish emasdi. Bu mening ayolligimning qayta tug'ilishi, erkinlikka chiqishining chinqirig'i edi. U vujudimni to'liq egalladi. U meni tonggacha, to'liq holdan toyguncha shu olovda yondirdi. Men o'tgan yillardagi barcha alamlarimni unutdim. Men chinakam ayoldek rohatlandim. Ertalab ko'zlarimni ochganimda quyosh nuri xonani yoritib turgandi. Ikkalamiz ham charchab bir-birimizning og'ushimizda yotardik. U mendan oldin uyg'ongan ekan. Kiyinib olibdi. Karavot chetida o'tirib sochimni silardi. U menga qarab mungli jilmaydi. Kecha uchun. Seni borliging uchun rahmat, dedi u past, bo'g'iq ovozda. Bu faqat bizning eng katta sirimiz bo'lib qoladi. U peshonamdan uzoq o'pdi va xonadan sekin chiqib ketdi. Eshik yopilishi bilan vujudimni qandaydir g'alati bo'shliq egalladi. Lekin o'sha kundan boshlab men o'zgargan edim. Men boshqa shahinaga aylandim. Endi ko'chada boshini egib yuradigan, ajrashgan, baxtsiz va mag'lub ayol emasdim. Men o'zining dahshatli va shirin siriga ega bo'lgan, ko'zlarida olov yonib turgan ehtirosli ayolga aylangandim. Bizning yashirin uchrashuvlarimiz davom etdi. Bu shunday makkorona, shunday xavfli o'yin ediki. U xotiniga tabassum qilib uydan chiqar, to'g'ri mening issiq bag'rimga kelardi. U menga erim hech qachon bermagan mehrni berar, ehtiroslarimni jilovsiz qondirardi. Bu gunoh ekanini, qop-qora dahshat ekanini har kuni o'zimga aytardim, lekin uning birgina teginishida barcha xotiralar erib ketardi. Hayot esa doim o'zining shafqatsiz zarbasini tayyorlab qo'yarkan. Kutilmagan va mudhish burilish yuz berdi. Men homilador bo'lib qoldim. Bu so'zni qog'ozda ko'rganimda butun dunyom tebranib ketdi. Nima qilaman? Ota-onam eshitsa o'ldiradi. Uning xotini bilsa sharmanda bo'lamiz. Sanjar akaga aytdim. Uning yuzi oqarib ketdi. U qattiq siqildi. U uzoq sukut saqladi va "Oldirish kerak, Shahina. Bizning umidimiz yo'q", dedi. O'sha kuni men o'zimning bir qismimni, umidimni ham o'ldirdim. Men yashirincha qora tibbiyot klinikasiga borib, bu ishni qildirdim. Operatsiya stolidagi sovuqlik, qalbimdagi og'riq. Bu sir faqat men va Sanjar akaning qonli siri bo'lib qoldi. O'sha kundan keyin uning ko'zlaridagi olov biroz pasaygandek bo'ldi, lekin baribir mendan voz kecha olmadi. Siz oxirida hammasi iziga tushib, u xotinidan ajrashib menga uylanadi deb o'ylayapsizmi? Yo'q. Hayot filmlardagidek emas. Sanjar aka hech qachon oilasini tashlamaydi. Men ham buni talab qilmayman. Bizning gunohli baxtimiz, xiyonatli ittifoqimiz davom etmoqda. U
hamon o'z oilasi bilan yashaydi, hamon mening yashirin sevgilim. Bu holat qachongacha davom etadi? Bilmayman. Vijdon azobi qiynaydimi? Ha, kechalari u meni ezib tashlaydi. Ammo bir narsani juda aniq bilaman. Xiyonat ko'rgan, eri yo'q, yolg'iz ayol uchun bu dunyodagi eng katta o'lim bu e'tiborsizlik va qaqragan yolg'izlikdir. Men shu o'limdan qochish uchun do'zax oloviga o'zimni otdim. Men yashayapman. Qachondir bu qilmishim uchun qattiq javob berishimni bilaman. Lekin ayol dunyoga bir marta keladi. Gunohmi, savobmi, u o'zining ayol ekanligini, orzu qilingan, ishtiyoq bilan sevilgan inson ekanligini his qilib yashash kerak ekan. Mening haqiqiy hayotim haligacha shu dahshatli va shirin yolg'onga qurilgan. Men o'zim yaratgan jannat misol do'zaximda yonishda davom etyapman. Va rostini aytsam, bu olov menga yoqadi.